Guliston Sog'lom hayot o'quv markazi rahbari, avtosavdo master, Sharon Rozi masteri Hafiza sizlar bilan hayot ssenariysi haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik savol beradi. Nimani qanday qilsam muvaffaqiyat qozonaman? Yoki siz qanday muvaffaqiyat qozongansiz deb liderlarda ham kulib savol beradiganlar juda ham ko'p. Muvaffaqiyat sari atomiy biznesida 8 bosqich ham bor. Muvaffaqiyat sari 8 qadam oylik reja ham bor. Ro'yxat tuzish, bir qancha variantlar bor sizni muvaffaqiyatga yetaklaydigan. Lekin men aniq ishonamanki, eng muhimi hayot ssenariysi deb hisoblayman. Chunki prezidentni Pak Hangil juda ham ko'p ma'ruzalaridan shu tajribani olganman. Orzu qilganidek, inson so'zlaganidek va ishonganidek natija bo'ladi. Orzu qilsangiz, maqsad qilsangiz, fikrlaringizga qarab hayotingiz o'zgaradi. Qanday deysizmi? Bu o'zgarish tanadan boshlanadi. Mana shu orzuni amalga oshirish uchun rejalar tuza boshlaysiz. Atrofdan imkoniyatlar izlashni, qidirishni boshlaysiz. Prezidentni bir gaplarini hatto sinab ham ko'rganman. Anorni yeb ko'ring. Achchiq qizil va anor yeyapman yoki anor yedim deb tasavvur qiling, yemasangiz ham. Tanadagi o'zgarishni kuzating. Miyani topshirig'i bilan og'izdan so'lak bezlari ajraladi. So'lak ajraladi. Siz ham miyangizga men orzuyimga erishyapman, erishaman deng va ishoning, tanadan boshlab harakat boshlanadi va atrof imkoniyatlarini beradi. Mening orzuyim doim miyamga beradigan so'zim, men oyiga $100,000 oladigan imperialman deyishdan hech qachon to'xtamayman. Juda ko'p aytib o'tganman, avvalo bu biznesga iste'molchi sifatida kelib mahsulotlardan foydalanganman va marketingini eshitib, kunlik daromadlar, markaz uchun beriladigan daromadlar va masterlik pullari va masterlikka chiqqandagi promotion mashina sovg'alarini eshitib juda ham qiziqqanman. Lekin hozir meni maqsadim, orzularim hammasi o'zgarib ketgan. Men mana shu atomiy biznesning orqasidan daromadlarni oladigan imperiallarni ko'paytirish yagona maqsadim. Shuning uchun ham o'z komandam, liderimga har doim hayot ssenariysini yozadigan darslarni olib boraman va hayot ssenariysi to'ldirishda tavsiyalarni beraman. Aynan o'zimni hayotimda hayot ssenariysini yozganimdan so'ng amalga oshgan orzularimni isboti bilan ko'rsataman. Shu qisqa vaqtda Umra ziyoratiga 2 marta bordim. Avtosavdo masterlik o'qishini oldim. Ishoning, hatto sahnada spikerlik qilishim ham o'zingiz orzu qilgan hayotda yashamoqchi bo'lsangiz, shu hayot ssenariysiga yozib borishingizni tavsiya beraman.